Bu bola bilan men qayerga borishim kerak edi o'sha Toshkentda? Kim qaraydi bunga? Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Bir necha kun oldin surxondaryolik SSP kasalligiga uchragan bolani onasi menga telefon qildi. Saidkomil aka, biz skoriy bilan Sampi kasalxonasiga kelganmiz. Bolamning saturatsiyasi 60-65% ga tushib ketgan, kislorod apparatida yotibdi. Bular hozir milliy markazga borib yotishing kerak edi, meni chiqazormoqchi. Iltimos yordam bering. Yoki bu yerda yotadigan bo'lsam, kuniga 2 million, 3 million so'mdan to'larkanman. Meni uncha pulim yo'q deb menga telefon qiluvdi. Men bordim. Sampiga bordim. Shokiy xona degan joyi bor ekan. Reanimatsiyadan oldin o'sha joyga kirgizar ekan. Shuna kirganingizda o'ng qo'lda shifokor bemorlarni qabul qilyapti. Bu SSP ga chalingan bola ekan, chap qo'lda kislorodniy apparatda yotibdi. Men shifokordan so'radim, buni pulmonolog ko'rdimi dedim. Ko'rdi, o'pkasi joyida. Faqat bu SSP tashxisi qo'yilganligi uchun biz davolamaymiz. O'sha Toshkentdagi bolalar tibbiyot milliy markaziga olib ketinglar dedi. Keyin men aytdimki, zamgila vrachga chiqdim, Naim opa degan ayolga, opa dedim, bolani o'pkasini davolab beringlar, keyin olib ketamiz dedim. Chunki bolani agar o'pkasida shamollash bo'ladigan bo'lsa, boshqa kasallikka qo'shib bo'lmaydi. O'zini ham, boshqa kasallarni ham sog'lig'ini xavf ostiga qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun men iltimos qildim. Nevrologiyani отделni boshlig'i ham chiqdi, bitta ayol kishi. Pulmonolog ko'rsin dedim, o'pkasini yaxshilab tekshirsin desam, hech qanaqa muammo yo'q o'pkasida, olib ketinglar deb faqat bizani shu olib ketishga ko'ndirmoqchi bo'ldi. Men u Sampidagi shifokorlar bilan kelisha olmadim. Men onasiga aytdimki, Sampida qolish kerak. Hozir bolani olib ketadigan bo'lsa, qayerga olib ketasiz? Bolani holati og'irlashib qoladi. Pulingizni men to'lab beraman dedim. Harakat qilib narsa qilib to'laymiz dedim, necha kun yotsa dedim. Yoki order dedim. Ertaga men vazirlikka chiqib gaplashamizmi? Xullas bir amallaymiz dedim. Xullas men ketganimdan keyin onasiga aytgan, tez yordam chaqirtirib beramiz, sen bolani olib ketgin degan. Sampidagi pulmonolog shifokor bolani o'pkasini to'g'ri tekshirmagan. Loqaydlik bilan qaragan. Bola o'sha ahvolda boshqa kasalxonaga, undan keyin yana boshqa kasalxonaga, oxir oqibat o'sha kuni soat 12:30 da Surxondaryoga taksi orqali ketgan. Onasi menga telefon qildi, Saidkomil aka, men bolamni olib ketdim dedi. Men qo'rqyapman dedi. Erim Rossiyada dedi. Erim bilan telefonlashdim. Bolamga agar bu narsa bo'ladigan bo'lsa, bolam o'lib qoladigan bo'lsa, bolamni ichini yoradimi? Bilmadim, men juda ham qo'rqdim aka dedi. Erim bilan maslahat qilib, men hozir taksi chaqirtirganman dedi, olib ketdim dedi. Yo'lda ketyapmiz, yo'lga chiqdi. Men qayting dedim, unaqa qilmang, yo'lda bil bo'lmaydi, qanaqa ahvolda yetib borasiz, bolani sog'lig'i og'irlashadi. O'zi kislorodda yotgan bola bo'lsa. Keyin necha soat yetib borasizlar? 6 soatmi, 7 soatmi desam, 10 soatdan oshiq, 10 soat, 12 soat yuradi. Allohga tavakkal qildim Saidkomil aka dedi, men bolamni olib chiqib ketdim dedi. Nima bo'lsa peshonamdan dedi. Yo'q, bolasi eson-omon yetib oldi, mana o'sha Surxondaryodagi shifoxonaga joylashdi. Bu voqeadan keyin men ertasi kuni Sog'liqni saqlash vazirligidagi mutasaddilar bilan gaplashdim. Men aytdimki, o'sha Sampidagi pulmonologga dedim, xavfsan beringlar dedim. Azgina chust qilsin dedim. Sal bemorlarga o'zini kasbidan, o'zini egallagan bilimini suiiste'mol qilmasdan to'g'ri qarasin dedim. Xo'p deyishdi, gaplashamiz deyishdi, lekin bugungacha hech qanaqa javob bo'lmadi. Shu sababdan ushbu videoni ko'pchilikka tarqatinglar, like bosinglar, o'sha tepadagi mutasaddilar ko'rsin. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, mushuni tepkilagani uchun ana ishtirab qo'yishyapti. Bular bolalar-ku bular ham odam-ku. Bular sog'lom tug'ilgan, qizamiq virusiga uchragan, qizamiq virusidan keyin uni asoratiga uchrab nogiron bo'lib qolgan bolalar. Men hozir bu bolaning videosini qo'yaman. Bunaqa vrachlarga Alloh insof bersin. Mutasaddilardan rasmiy munosabat berishligini so'rab qolamiz. Sog'-salomat bo'linglar, farzandinglarning sog'lig'iga bee'tibor bo'lmanglar. Mana 3 kundan beri sarson bo'lib, alal oqibat o'zimni joyimga, uyimga qaytib kelishga majbur bo'ldim. Endi savol, bu bola bilan men qayerga borishim kerak edi o'sha Toshkentda? Kim qaraydi bunga?
Nimaga bunday kasal bolani tez yordam chaqirib u yoqqa, tez yordam chaqirib bu yoqqa bunday qilishadi ular? Kim qaraydi bu onaga? Sog'liq saqlashmi? Kim qaraydi bu bolaga? Kimga kerak bu bola? Nimaga bu o'lib ketish kerakmi bular? Ahvoli og'irlashsa. Nimaga bunday o'yin qilishadi ular? Mana bolaning ahvoli yaxshi emas, ko'rinib turibdi. Hozir kislorodda saturatsiya shu, yurak urishi shuncha. Bu bolam yo'lda bir narsa bo'lib qolganda, men ularni hammasini birma-bir sutga berardim. Men qo'rqib, bolamni kecha soat 12 da erdan olib chiqib ketib, mana o'zimizga Surxondaryoga, Sho'rchi tumaniga olib keldim. Hozir o'zimizda Surxondaryo, Sho'rchi tumanidaman. Boya keldik, mana bolani hozir kislorodga qo'ydik. Bolaning ahvoli mana. Pulsi shuncha, saturatsiya mana 90. Yo'lda ham kislorodsiz 85, Allohim qarashib 80 dan tepada turib turdi, pastga tushmadi. Yaxshi, Allohim qo'llagan ekan, mana yetib kelib oldik. Endi mana o'zimizda Surxondaryoda, Sho'rchi tumanida больницаga joylashdik. Mana Xudoga shukr, kislorodga ulab qo'yibdi. Lecheniyalarni boshlashyapti. Aslar fanislar, sizlar milliga borishlaring kerak demayapti hech kim. Sizlar onalaringni qilmaymiz demayapti hech kim. Mana yaxshi qabul qilib, mana kislorodga ulab, bolani ahvolini kuzatib turishibdi.